bo'lmasin. Yaxshimisan Ismat? Menga qara, Zokir 5 minutda menga yordam bersin. Uy tolibdi bu kerak. Hay, 5 minutda keladi, yursin. Haydi qani. Hay bor qani. Turqan nima bu yoqqa kelgan? Tur. Menga qara jiyan, seni menga yordaming kerak. Nima yordam? Bitta takoy qizcha bilan tanishdim. Dam eshit. Unga ana undagi bachili yo'q ekan. Ha, qabristonskiy. Ana sen bilasan-ku. Shunga yordam ber. Bo'ldi. Men siz tushundim, yuring qabuya. Büyük bitki dal teregi bu tadından ayrılsın. Bizim suyma gelir. Mashimamaqi. Ana shu. Bo'ldi, o'zim razgovoritsa qilaman chiroyli qilib. Yuring. Ketdik, razga. Nima? Alaykum opa, tuzumisiz? Qarochi, amakim sizni sevib qopti. To'ydan keyin amakim masalim, jonim shakarim deb chaqirmaysiz. Nima deb chaqiraman? Dadoshim deb chaqirasiz. Men sizda onash deyman. Ikkinchi masalaga o'tadigan bo'lsangiz, sizga bolla yoqadimi, cholla yoqadimi? Menga sigirlar yoqadi. Akras amakim 20 ta sigiri bor, sog'ib yurasizlar. 20 litrdan sut beradi. Dada. Amakiz yoqdi menga. Akras yoqqan bo'lsalar, bu yog'ini to'yda gaplashamiz. Davay, sog' bo'ling, paka. Bo'ldimi, amak gaplashamiz. Lekin qo'lim uyushib qoldi, qara. Masaj qilamas. Ya, bo'ldi, ket. Jiyan Abdush rahmat, lekin yaxshi kunlaringga qaytaring. Men bu tirishib gapirishimni qanday o'chiraman o'ya borib. Men pariga olib qo'ysangiz o'zi o'chadi. Bo'ldi jiyan, ishdagi omad. Gap yo'q, charchamang. Potsasa qilib qo'ying, qarang. Nima qilib kelyapsan? Rustam akim uchrashuv olib chiqandi. Kursiytimi? Ha. Malades. Zo'r ish qilibsan, bir foydali ish aytibsan, endi bir kallang ochilibdi. Nima qildim? Ustini yomon ko'raydim, bir rasvo qilibsan, malades.